أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allohga hamd sanolar, Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamga biz oxirgi zamon gunohkor ummatlaridan hamd sanolar, durud salovatlarimiz Allohga bo'lsin. Mana va'dalashganimizdek yana qalbincha ota qabristoniga qadam ranjida qilyapmiz. Odoblari o'zi hammaga yotib qoldi inshaalloh. Allohdan so'rayapmiz, har bir shu videoni ko'rgan odam bizni haqimizga duo qilib qo'yinglar. Bizda da'vat qilish yo'q, faqat qiziqtirish. Mana qabrga tayyorgarlik qilyapman dedim-ku. Masjidga kelaman, o'zi 70 ga boryapti umrim. O'zimni ko'rsatganimda ko'rsatib berdim. Kimdir axir bir shu nima olib shu yaxshi yo'lga ota-onasiga sho'g'i xizmat qilsa, menga pilis bo'lar xudo xolisa. Ashitda o ustozim Hamilla domla yotibdi, albatta bir fikrman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ey qabr ahllari, albatta sizlar bizlardan oldin kelgandirsizlar. Bizlar yaqin kunlarda kelguvchimiz. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Ustoz mana keldim, o'zingiz aytganingizdek qilib yaxshi ham o'rgatib qo'ygan ekansiz. Allohga shukr, xursandman sizdan, Alloh rozi bo'lsin. Alloh bilan mana kecha videoni endi tashlayman, qabrning ichida va'dalashganman. Qabrning ichida Allohim bularni kechir. Bularni kechir. Ustozimga aytganman, bitta domla ko'p. Aytdim-ku, ota-onam oyitda bo'lsa qon kechib borgani qo'rqaman. Ilmli odam kelsinni bitta. Hamla domlaga aytganman, ustozimga 4 ta 5 tadan qilib bo'lib olib qiyomatgacha mana shu yerda birorta odam qolmasin, yuzi yorug'likda ko'rishaylik ota-onalarimizni hammasi bilan. Mana shu yerda aytganlar bu jinni ekan degan odamlar ham bo'lyapti. Hujjat tashlab qo'y, Rabbim o'shanda shu odam aytgan edi. Mana shular orasida mana shu yigit turibdi deb hujjat qilgin Rabbim. Sen aldamaysan, sen yolg'onchi emassan Rabbim. Mana shu videoni ko'rayotgan shu qilganlarga mana o'sha 2026-yil qiyomatdan oldingi bo'lgan nima deb ko'rsatasan Rabbim. Men o'zim ko'rsatishga, odamlarga o'zimni ko'rsatishga qilayotganim yo'q. Yuguringlar, shoshilinglar, chopinglar deyapsan. Qo'rqyapman. Kechalari uxlamayman, nima yaxshilik qilsam ekan birovga deb. Yo Rabbiy, hammamizni to'g'riga solgin. Mana shu amin deb o'tirib shuni ko'rayotgan odamni ham hammasini ota-onasini Xudo rahmat qilgin. Mana shunaqa yaxshi amallarga chorlagin. Mana sekin bir chekkadan boramiz. İnsanlar hammamiz chekka kelamiz. Biz tepalasak ular ham tepalaydi. Biz ahli kitob basmiz. Sayr qiladigan joy bas bu yerda. Opalarimiz hammasi iloji bo'lsa o'sha namozga qanday nima qilsa o'shanday kelsin. Hamma ham bekitib oladi-ku. Shu holatda eri bilan kelsa yana ham yaxshi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ey qabr ahllari, kechiringlar. Kechiringlar bizlarni. Mana bir chekkada yuramiz mana. Mana bitta qabr bo'lmagan joy yo'q. Otalarimizdan ham, onalarimizdan ham ulug' insonlar yotibdi. Mana ariqning ichidan borib salqinga tegiga joylashamiz, xudo xolasa. Alloh o'zing yo'l bergin. Mana bu yerda ko'zlar qaranglar. Ana. Shular ham gapiryapti-da. Salovat aytyapti Allohga. O'shancha uyli bo'lmaydi deyishadi-da. Ana. Qabrda mana qilib atrofini o'rib kitoblarda o'qigan mana. Alloh taolo
Biz o'tiradigan joylar mana jannati bog'chalardan qilib qo'yadi. Qaranglar gullarni. Naqadar go'zal. Mana bizni joyimiz. Inshaalloh. Bugun albatta suhbat qilamiz. Suhbatimiz mana yana qabr to'g'risida bo'ladi. Men sizlarga aytdimki, har bir xonadonga men kiraman. Umid qilib. Nimani umid qilaman? Sahobni pul so'ramayman, bersa olmayman. Sop qo'ysa olaman. Uni ham beva bechoralarga beraman. Ro'zg'orimni olsa. Inshaalloh. O'shaning uchun mana shuyla bo'laylik mana. Xudoga shukr, alhamdulillah, hamd sanolar